Ayak qo'lni maza qilib yozib yashayman desanglar, havo toza joydan naq 9,5 soatlik qizil kitoblari bilan, bu yerda yangi solingan pishig'ishlari bilan ikkita xonamiz dushovoylari plus aboylari bilan, mana bu tomonda ikkita katta xonalari bilan shunaqa yashashga bir maza uyimizni aytilish bahosi $80,000 yana kami bor desak 9,5 soatlik uyimizni olgan bo'lamidinglar. Ushul uyimiz aytilgan $80,000 kami bor degan bahosni qanday deysizlar? Birinchi uylarni tanishib o'taylik. O'njoqdagi xomushlarda mo'shni holatda bo'ylarini birik qilib solib qo'ygan birinchi katta zalimiz bor ekan. Undan o'njoqdagi birinchi komnatamiz, ya'ni spalni xonamiz va undan keyingi dag'i bir razmerlari katta, bo'ylari baland bo'lgan, chiroyli o'rta remontlari bilan ikkinchi bo'lmasi. Bundan chiqqanimizda sol joqdagi remontlari butunlik proyekt bo'yicha oshxonamiz, ya'ni kuxnyamiz joylashgan. Hozirgi uchurda uyning egalari oshxona sifatida foydalanib kelinayotgan. Mana bu yerda so'rini o'rnagan. Bu yerda naqd 10 tonnali suvlarimizda zapaslari bor ekan. Shu yerdan suvlar tashiladi, shundan nari dushovoga va hattoki katta grantlarimizgacha ketar ekan. Mana bu yerga ejamiz yaqinda o'g'lini uylabdi. 1 yillik uylarimiz polni pishig'ishlarda solinib, chiroyli zamonbob aboylarni yopishtirib, birinchi bo'lmasi jana narjoqda yaxshi remontlar bilan spalni xonamiz joylashgan. Bu yerda yosh bolalar bor, ko'rsatmay qolamiz. Uyning oyog'ida hozir hujurda ishlab kelayotgan hamma suv sistemalari, issiq suv, sovuq suvlar bilan dushovoylarda o'rni bor ekan. Faqatgina remontlarini qilgani ulgurmay qoldi. Do'stlar, biz uchurda qayerda bilasizlar-ku? Biz uchurda Qirg'iziston Qorasuv bozoridan o'ta olis emas yerda joylashgan, havosi toza bo'lgan tinch joylarimizdan, aynan Qurbonqorani Jang'ichek degan ko'chasida turamiz. Bugun sizlarga qizil kitoblarida, dokumentlarda ham 9,5 soatlik deb yozilgan ushbu mazza katta uyimizni aytilish bahosi menimcha $80,000 yaxshigina kamlari bor deb chiqardik. Telefon nomerlarini aytamiz. Bu joqda bog'u roq, juda ham endi havolari toza, hanchalaklari, bu tomonda hojatxonasi, mevali daraxtlar, navesa, zaborlar qilingan. Ushul uyimizda esn nomerlarini aytaylik. 0706 25 80 15 0706 25 80 15. Do'stlar, shu nomerlarga yana qaralsa, bu yerda yolg'iz emaslar, ya'ni qo'ni-qo'shnilarimiz bu yerda yashalib kelayotgan, havosi toza, juda ham bir yaxshi joylarda ekan. Ushbu uyimizni hattoki tashqi fasadlarini ham chiroyli qilib, tunuka fonlari, chiroyli darvozasi, mana keliblar, xudo xolasa sirasiz yashab ketaveradigan ushbu uyimizni $80,000 dan yaxshigina kamlarini so'rab olinglar. Bizning uyning to'liq adreslari Qorasuv bozori, Omad svetofordan O'zgonda yo'lini ko'zlab borajatib, aynan Qurbonqora ayli Savaydi ko'prikdan o'tganimizda Qurbonqorani Jang'i maktabi bor, bilasizlar. Maktabdan daljiqishni o'tganimizda yo'lning o'ng tarafida Apolovkalarimiz, aynan Beshabay Ulug'bek ko'chasiga kirganimizda eski ishlamay qolgan maktab bor. Endi daljiqishni o'tganimizda orientirlarimiz ushul Jang asfaltdan tugashi bilan yo'lning o'ng tarafida ayaldama bor ekan. Ayaldamani oldidan siraz o'ng qo'lga burilib kichkina bossangizlar, sizlarga ko'rsatib o'tgan uyimiz shundoqgina ko'rinib turar ekan. Asfalt ko'chalar, do'stlar, yashayman desanglar, yaxshi variantlarda aytilgan nomerlarga cholib, dag'i kamlarini so'rab, o'zingizlar dokumentlarini bir sira tekshirib olingizlar. Barizga shunday sonlarni olib yashashlik nasib qilsin. Alsatga jigan olimiz eldin jana sizning xizmatingizda.